Ben Nuri Mangol Abdurşid. Hazır Amerika'nınki Virginia Ştatı Fairfax turuyatman. Özüm Qashqai Kon Shanaysi Sayvağı yesidim. Bugün ailem haqida yana bir qitim eskartish bermoqchi. Hozirgacha onam, dadam, ikki inimdan hech qanday xabar yo'q. 2017-yili 6-oydan keyin eng oxirgi qitim ovozni anglagandan keyin hozirgacha 2 yil bo'ldi ovozni anglab boqmadim. Dadam Abdurshid To'xti, bu yil 54 yosh. O'qituvchi bo'lgan, keyin yezliq hukumatda ishlagan. Keyin kasal sababi bilan pensiyaga chiqib, o'zimizning kichik tijoratini qilgan. İnlerim bilan birga. Xizmatga ehtiyoji yo'q. Onam Tajigul Qodir, bu yil 50 yosh. 4 bolani isil qilib cho'ng qilgan bir ona. 4 bola beqib ketalaymiz. Oila ayoli. Men ko'rgan eng tatliq, eng isli ayol. Cho'ng inim Ahmadjon Abdurshid. O'zining tijorati bor, 3 bolaning dadisi. 3 bolani bir oilani, cho'ng oilani beqib ketalagan isil yigit. Uning hech qanday tarbiyalashga ehtiyoji yo'q. Kichik inim Mehmetali Abdurshid, bu yil 29 yosh. To'liq o'tini bitkazgandan keyin akasi bilan, dadam bilan birga o'zining tijoratini güldek qilib ketgan, tarbiyalashga ehtiyoji yo'q. O'zini güldek beqib ketalaydi. 2017-yili 6-oydan keyin ovozni anglab boqmag'inicha, telefon olgan vaqtda acha deyishlarini seg'indim inlarimning. Onamning qizim deyishlarini seg'indim. Dadamning balam deyishlarini seg'indim. Bu hammamiz Uyg'urlarning hammamizning bishimizga kelayotgan kun qarindoshlar. Hammamiz ma'naviy jihatdan kuchli bo'laylik. Xudoyim buyursa hammamiz oilamiz bilan birlashimiz. Inshaalloh birlikda ota-onalarimiz bilan, urug' tuqqanlarimiz bilan, qarindoshlar bilan birga ekan kunlarni qaytadan bir-birimiz bilan o'rtoqlashgan kunlarni siqaga yamonlarni Alloh topshirdi. Allohga amin. Rahmat.